qarindoshlar. Bugungi darsimiz Tor mulozimatlarining 3-qismliq darsi hisoblanadi. Bugungi darsda biz Tor mulozimatlari qanday ifodalanadi yoki qanday sharhlanganligi to'g'risida so'zlaymiz. Buningda eng muhim ikki uqum bor. Buning birisi WSDL, yana birisi UDDI. Bu hammasi qisqartilma so'zlar, buni aldirmay tushundirma. Oldingi bu to'g'risida tushunchalar tez bo'lgan bo'lsa, oldingi ikki qism, ya'ni birinchi qism, ikkinchi qism Tor mulozimatlari darsini yana bir qitim ko'rib olsanglar bo'ldi. Hamda oldingi qitimda aytgandek, biz Torbat yoki applar, har xil applicationlar o'zaro aloqani shu Tor mulozimati yoki web servis orqali qilib borganligini so'zlab o'tgan. Masalan, buni hamda client deb ataymiz yoki muomildor. Muomildor bir request deb atadi, talab. Buni server, ya'ni mulozimtor respond deb atadi. Endi buni amaliyotda qanday bo'ldi texim inchiki elib aytgan chog'da bu server bu yerda. Buningki bir ifodalanish shakli bor. Bu ifodalanish qanday ifodalanadi deganda bu yerga bir WSDL deymiz. WSDL degan Web Service Definition Language degandan qisqartirilmasi. Odatda men aytgandek, biz ko'pincha holda ingliz qisqartirilmasini ishlatib ko'nganimiz yaxshi. Bu ya'ni server mulozimatininki o'zininki ta'minlaydigan bir WSDL bo'ldi. Endi bu WSDL ga nima deganda, bu Web Service Definition Language degandan qisqartirilmasi. Bu gap Uyg'urchada Tor mulozimati aniqlamtili degan gap. Ya'ni shu Tor mulozimatini aniqlab turdi. Endi qanday aniqlab turdi deganda, buningga o'zining XML format shaklida til bo'ldi. Buni masal turib tafsili tushundirma. Endi mush WSDL dan, ya'ni o'zining mush aniqlamasi orqali shu muomildor, xaridor o'zininki qanday requestni mishadin yo'llasa WSDL orqali erishalaydi. Endi mishada nas nim bo'ldi deganda, shu WSDL orqali haqiqiy Tor mulozimati aniqlanmoqda. Endi bu ahvolda Tor mulozimati, ya'ni mulozimlar muomildorlarga ikki xil ahvolda o'zining Tor mulozimati orqali javob yoki response yetkazdi. Bu ikki ahvol birinchi ahvol ostida. Masalan, bu mulozimlar bilan bu muomildor davomli o'zaro birsini tonish, davomli bo'lgan bo'lsa, bir-birini tonisa, u holda shu WSDL orqali ham asallam, ya'ni burun qilib baqqan bo'lgan bo'lsa, asallam tonuydi, request etadi, response topshirib oldi. Endi tonimasa, qanday qildi degan chog'da UDDI deb bir narsa keldi. Bu vaqtda UDDI degan bir adreslar to'plami yoki cho'ng bir ombardek yoki konteynerdek tushunsanlar bo'ldi. Buni misolga olsam, ya'ni u vaqtda ikkinchi holatda, bu oddiy, davomli oson oddiy tonish oldida WSDL bilan tugaydi. Endi tonishmagan, ya'ni yangi holat qanday qildi deganda, mulozimati miyada bir konteyner, bir ombar shaklda ichildi. Mush cho'ng narsaning o'zi UDDI bo'ladi. Endi UDDI nima deganda, UDDI Universal Description, Discovery and Integration qisqartirilmasi. Bu nima degan gap desangiz, universal tushuntirish, bayqash va birlashtirish degan gap. Men oldingi qismda bir tilga o'tdim. Odatda biz ingliz tilidagi qisqartirilmani hamda tarjima qilib o'tmaymiz.
bevositalam atash ko'nigimiz yaxshi. WSDL yoki UDDI degandek qilam. Bu endi qanday bo'ldi deganda, bu bir konteynerga, bir hujjatlar to'plami o'xshaydi. Buning ichida nurg'ulg'an WSDL bo'ldi. Masalan, bu yerda bir WSDL bo'ldi. Bu yerda bir WSDL bo'ldi. Bu yerda bir WSDL bo'ldi. Shunga o'xshash nurg'ulg'an WSDL'ning bir to'plami bo'ldi bu UDDI degan. Andan keyin bu muomildor, ya'ni client taraf mushu UDDI'dan talabni avatidi UDDI orqali shu o'zininki erishmoqchi bo'lgan javobga erishdi degan gap. Hamda buni texim oddiy amaliy usul tushundirsam, masalan, Google nichib calculator, hisoblag'ich bor-ku, bir-birini qo'shish 2 3 deb hisoblaydigan. Calculator USDL oddiy bir shaklni olsak, adds to integers, ya'ni integer degan butun son, adds degan qo'shmoq, ikki butun sonni qo'shsak demakchi, ya'ni bir hisoblag'ich. Buningki endi W qarsanglar, adresi qarsanglar oxirida WSDL bo'ldi. Buningki adresi. Buni endi kod shakli qanday bo'ldi desak, bu kod shakli mana, ya'ni XML, ham mashina ham odam o'qiydigan. Buni biz keyingi qismliq darsimizda buni o'qiydigan maxsus detallar bor yoki toollar. Shuni o'rganamiz. Endi buning to'rdimi bir oddiy usulni olsam, ya'ni WSDL Google'dan WSDL viewer o'qiydiganni ya'ni mushularni qarasanglar, bir qarablam hech qanday tushunamagan bo'lsa o'qib turdi buni. WSDL ni mana. Ya'ni buningki tushundigan shakliga chiqdi endi. Ya'ni add qo'shish, divide degan ilish, multiply ko'paytirish, subtract divide degan bo'lish ras. Xato debdimi? Add qo'shish, divide bo'lish, multiply ko'paytirish, subtract ilish. Endi mush shaklini qanday oddiy holatida ko'rinmaydigan shaklda keltirdi. Bu o'qib turdi. Mana bu asli WSDL dan. Ya'ni bu yerda qanday bo'ldi desanglar, muomildor, ya'ni client o'zininki erishmoqchi bo'lgan narsani, masalan, 1 qo'shimiz 1 deganni avatidi. Bu miyada o'zining funksiyalari yozig'liq WSDL da. Bu ya'ni server mushuni ta'minlaydi. Muomildor mushaga avatidi talabni. Andan keyin talab mushaga avatgandan keyin buningga qanday ko'rinmaydi. Avatgandan keyin masalan qo'shish bo'lsa, bir-birini qo'shsa 2 deb javob, ya'ni response keldi. Eng oddiy shakli shu WSDL ninki. Buning detayllarim bor. Qarasanglar mana int type int degan qanday butun son A, butun son B parametrlashtirib qanday qo'shgan chaqda add result natijasi chiqadi degandek, mana response. Ya'ni request avatidi, response ikkisini qo'shib yig'ilmasa bo'ldi deb chiqadi degan gap. Endi yana bir tafsil to'xtalib o'tsak, endi kesbiyot asosida WSDL degan zot nima deganda,
WSDL men ani yozmoqchiman, ya'ni bayam degandek o'ziniki WS degan mishadiki web service, ya'ni tor mulozimati degandan keyin qisqartirilmasi DL degan definition language, ya'ni aniqlama. Tor mulozimati aniqlab turgan til degan gap. Bayam qo'shashninki, hisoblashniki qilsanglar, aniqlab turdi. Qo'shash, ilish, ko'paytirish, bo'lish degandek. Endi UDDI degancha deganda mushu dastlabda agar shu bir qo'shash, ilish, bo'lashlar oddiylan bo'lib qolgan bo'lsa, biz UDDI ishlatmaymiz. Keyin murakkablashtirib, masalan, logaritma 3-darajali ko'tirish yoki n darajali ko'tirish, hosillash degandek murakkab funksiyasi qaytilsa, uni tanimasa, u vaqt qanday qilamiz deganda UDDI bir qancha WSDL mush bir UDDI ning ichida bo'ldi. Ondan keyin client yoki muomildor mush UDDI ga request avatib, ondan keyin o'zining response-ni UDDI dan olaydi degan gap. Buningda UDDI da buning aniqlamasi nima deganda, ya'ni o'zininki ochiq o'lchamli hujjat format yoki sonliq ma'lumot almashtirish shakli bu men almashtirib qo'yibdiman. Ya'ni UDDI men degandek bir qanchalagan yoki ko'plagan WSDL ni UDDI bir konteynerning ichiga qanda silindi degan gap. Hamda bu yerda texmo bir sixma, ya'ni tafsiliy bo'lgan chaqda yana bir server degan qanday mulozimlar, client degan muomildor. Odatda service provider, service consumer bo'ldi, ya'ni mulozim turadigan shu mulozimatni ta'minlab turdi. Client degan xaridor degancha mulozimatni iste'mol qildi. Bu ma'vo murakkab, ya'ni bilishmaydigan o'zaro applicationlar orasidagi, ya'ni cho'qim vaqtda UDDI ketadi. Mushu mulozimlar nurg'ulg'an ma'noda 6 WSDL ta'minlab turibdi. Ham shu 6 WSDL dan qanday bir UDDI bir to'plam shaklida bo'ldi. Shu client shu UDDI ga o'ziniki request, ya'ni talabni avatadi, undan keyin talab shaklida response keladi degan gap. Tushunimga yala bo'lsa, inkas shaklda so'rasangiz bo'ldi. Bugungi darsimiz mushagicha. Bundan keyin yana davomli yo'llayman. Qimmatli fikr talablar berishingizni qarshi olaman.